baxtingizni kattalashtiradigan, hayotingizni yorug'lashtiradigan, imkoniyatlar eshigini ochadigan man sizga hozir zo'r maslahat beraman. Buni ustozimdan o'rgandim. 40 kungacha g'iybat qilmaysiz. 40 kun ketma-ket hech kimni muhokama qilmaysiz. 40 kun birovni ayblamaysiz. 39 kun agar buni buzib qo'ysangiz, boshdan yana boshlaysiz. 40 kun shu ishni qilasiz, lekin 40-kun o'sha parhezni eplab kelgan inson 40 kun ichida umuman boshqa inson bo'lib qaytadi. Qo'lingizda doim tasbih tursin va bo'sh turgan paytingizda maxfiy ichingizda Allohni zikr qiling. Ovozni chiqarish shart emas, maxfiy qalban zikr bilan ovora bo'ling. Bekor turgan paytingizda ana o'shanda g'iybatga, ig'voga, birovni muhokama qilishga vaqtingiz bo'lmaydi. O'shanda siz boshqa inson bo'lasiz. Hali 40 kun yodda tursin, 2 kuniga ham o'ta olmadim. Lekin ajoyib o'zgarishlar sezyapman. Shu bir kunda ham hayotim yorug'lashdi, qalbim xotirjam bo'ldi va eng asosiysi rizq va barakam ko'paydi. Yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.